O'zbekiston tashqi qarzi 75 milliard dollarga yaqinlashmoqda. 2025-yilning birinchi yarmida O'zbekistonning umumiy tashqi qarzi 72,2 milliard dollarga yetdi. Unga ko'ra 36,8 milliard dollar davlat tashqi qarzi, 35,4 milliard dollar korporativ tashqi qarz. Korporativ tashqi qarz tarkibida xususiy sektor, jumladan tadbirkorlik subyektlari tomonidan davlat kafolatsiz jalb qilingan mablag'lar ham mavjud. Aholi jon boshiga to'g'ri keladigan tashqi qarz miqdori 1,9 ming dollarni tashkil etmoqda. Birinchi yarim yillikda tashqi qarz o'sishi asosan korporativ tashqi qarzlar hisobiga ro'y berdi. Xususan, yil boshidan beri davlat tashqi qarzi 2,9 milliard dollarga, korporativ tashqi qarzlar esa 5,2 milliard dollarga ko'paydi. Xalqaro valyuta jamg'armasi va reyting agentliklari O'zbekiston tashqi qarzini o'rtacha darajada deb baholab, uning asosan imtiyozli shartlarda olinganini qayd etmoqda. Xabar bo'yicha fikringizni izohlarda yozib qoldiring hamda Kapital.uz kanaliga obuna bo'ling.